Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bir kampi, ikki kampilik to'rttalikdan taxta fanerdan yig'ilmaydigan stol ustul qilib berdik ekamizga, Somsaxonaga ekan. Kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Donasini stulda 110 ming so'mdan qilib berdik. Buni sababi teglari to'lki taxta fanerdan bo'ladi. Taxta fanerdan. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu narxini 650 ming so'mdan qilib berdik. Kamplikdan taxta fanerlik uchun. Chidamlik 2 kamplik ko'rib o'tishingiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telefon nomerimiz 94lik 680 38 27 ga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana juda chiroyli ishlab chiqarilgan lattali materialdan somsa qilar ekanlar akamiz, Somsaxonaga ularga beramiz. Mana 2 kamplik juda o'zgacha chiroyli rangda chiqdi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. 09 plus qalin turbadagi turbasi 09 plus deyiladi. Ko'pchilik kommentarlarda ham 09 deyapsiz. Qolgan joylarda 09 plus degani uchun 09 plus qalin turbadagi stol ustuldan bo'ladi. Yig'ilmaydi shu xon taxtalari, xon taxta deyiladi. O'zi biz parta, xon taxta har xil nomini ataymiz. Buni narxi aytayotganimdek 650 ming so'mdan chiqadi. Taxta faner bo'lgani uchun mana bu oyoqlari 2,5 qalin birli stenadagi profildan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kanalimizga like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Bundanda videolarimiz hali oldinda. Mana hozir bugun ertalabda Xonobod qishlog'iga sotdik. Mana o'zimizning Patr bozoriga sotdik buni ham. Soatimiz mana 10 takam 10 bo'libdi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Dastlabkalarimiz ham bor. O'zimiz yetkazib beramiz. Faqat pop bo'yicha vohalarga yo Namangan, Andijon, Farg'onalarga bo'lsa kelishilgan holda olamiz dastlabkalarni. Vohalarga kelishilgan holda vohalarga ham olamiz. Plastik kartalarimiz ham mavjud. Bemalol boshqa chet davlatdan pul tashlashingiz mumkin. Teglari aytayotgandek bo'litga eka, stullarning hammasiniki bo'litga eka. Stulning donasi 110 ming, 105 ming, 100 ming so'mdan chiqadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga like va podpiska tugmasini bosib, kommentarlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.